Bizning aziz foydalanuvchilari, bugun biz siz bilan jonli efir orqali sovrinli o'yinimizda kimlar g'olib bo'lganini aniqlaymiz. Ovozim sizlarga yaxshi borayotgan bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Yaxshi, ajoyib. Aziz foydalanuvchilar, bizning ilovamizdan foydalanayotganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Avvalambor sizlarga konkurs haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, konkursimizda kimlar qatnasha oladi? Konkursimizda bizning ilovamiz orqali Rossiyadan O'zbekistonga kamida 10 ming rubl miqdorida pul yuborgan bo'lishingiz kerak bo'ladi va ilovamizdagi so'rovnomani to'g'ri to'ldirgan bo'lishingiz kerak bo'ladi. Bugun biz jonli efir orqali birinchi o'rinda 10 ming rubl pul miqdori g'olibini aniqlaymiz. Ikkinchi navbatda Samsung Galaxy A16 g'olibini aniqlaymiz. Uchinchi navbatda esa iPhone 16 g'olibini aniqlaymiz. Agar hamma tayyor bo'lsa, bugungi o'yinimizni boshlaymiz. Avvalambor sizga TestPay ilovasi haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsam, TestPay ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga eng yaxshi kurslarda pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Unda o'yinimizni boshlaymiz. $654 raqami g'olib bo'ldi. 654 raqami 10 ming rubl pul mukofoti egasi bo'ldi. $4404 oxiri 4404 telefon raqami egasi 10 ming rubl pul mukofotini g'olibi bo'ldi. Endi esa Samsung Galaxy A16 telefon g'olibini aniqlashni boshladik. 3, 2, 1. Tartib raqami 242. Telefon nomeri 2737. Tabriklaymiz. Siz Samsung Galaxy A16 telefon egasi bo'ldingiz. Endi esa iPhone 16 telefon g'olibini aniqlaymiz. 3, 2, 1. $1563 tartib raqami, telefon raqami 0313. Tabriklaymiz. Siz iPhone 16 telefonini g'olibi bo'ldingiz. Hammaga rahmat. Aziz foydalanuvchilar, bizning ilovamizni kuzatishda davom eting va foydalanishda davom eting.
Hamma g'oliblarni tabriklaymiz. Efirdan so'ng g'oliblarimizga aloqaga chiqamiz. Rahmat kattakon. Ilovamizdan foydalanishda davom eting va bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, endi esa birinchi sovrinimiz g'olibi, ya'ni 10 ming rubl pul mukofoti egasiga qo'ng'iroq qilib u kishini tabriklaymiz. Qani ketdik. +7 906 356 4404. Alo, assalomu alaykum hurmatli mijoz. Sizga TSP ilovasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Eshitasan? Hurmatli mijoz, Abdullayev Sobirjon aka siz bo'lasiz, a? Manman. Hurmatli mijoz, siz bugungi jonli efirimiz orqali 10 ming rubl pul mukofotiga ega bo'ldingiz. Tabriklaymiz, siz g'olibsiz. Rahmat. Hurmatli mijoz, operatorlarimiz sizga bog'lanishadi va mukofotingiz sizga topshiriladi. Xo'p, rahmat. Tabriklaymiz hurmatli mijoz. Ilovamizdan foydalanishda davom eting. Kamishmi? Xo'p, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat. Endi esa ikkinchi sovrinimiz g'olibiga qo'ng'iroq qilib, ularni ham tabriklaymiz. Ya'ni Samsung Galaxy A16 g'olibiga qo'ng'iroq qilamiz. +7 908 989 27 37. Вызываемый абонент не отвечает. Yana bir marta bog'lanib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum hurmatli mijoz. Sizga TSP ilovasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Sizga TSP ilovasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Ravshanov Bekzod aka siz bo'lasiz, a? Men. Bekzod aka, siz bugungi o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Tabriklaymiz. Samsung Galaxy A16 telefoni g'olibiga aylandingiz. Rahmat. Tabriklaymiz. Sizga operatorlarimiz bog'lanishadi va mukofotingiz sizga topshiriladi. Xo'p, mayli. Ilovamizdan foydalanayotganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xo'p, rahmat. Tabriklaymiz hurmatli mijoz. Salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, salomat bo'ling. Va nihoyat 3-chi sovrinimiz egasi, ya'ni iPhone 16 sovrini egasiga, ya'ni g'olibiga qo'ng'iroq qilamiz.
plus 7 903 836 0313. Вызываемый абонент не отвечает. Negadir ko'tarmadilar. Yana bir bor bog'lanib ko'ramiz. Alo, assalomu alaykum hurmatli mijoz. Sizga Tezpay ilovasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Alo. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Sizga Tezpay ilovasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Zokirov Fayzulla aka siz bo'lasiz-a? Qanaqa ilovadan? Tezpay ilovasidan. Tezpay pul o'tkazmalari. Tezpay Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazmasi ilovasi. Aha. Hurmatli mijoz, tabriklaymiz. Siz o'yinimiz g'olibiga aylandingiz. Siz iPhone 16 telefon g'olibiga aylandingiz. Rostdan. Albatta, hurmatli mijoz. Sizga operatorlarimiz bog'lanishadi va mukofotingiz sizga topshiriladi. Rahmat. Tabriklaymiz yana bir bor, hurmatli mijoz. Ilovamizdan foydalanishda davom eting. Xo'p. Salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.